Mana buni giroskopini qaranglar. Salga qo'l tegib ketsa ham ishlab ketyapti. Demak, bu iPadlarda giroskop chutki ishlar ekan. O'zim ham birinchi marta ko'rib turibman bunaqa giroskop chutki ishlashini. Hop, qo'limdagi apparat iPaddan 6 mini deb ataladi. Sotuvda proverka qilish uchun PUBG yuklab ko'rdik, o'yinda sinab ko'rdik. Hozir mana shu paytgacha ishlatdik. Например, 15 daqiqacha bo'ldi shekilli taxminan. Qizishlar kuzatilmadi, bug-laklar kuzatilmadi, FPS tushib ketgani yo'q, hammasi joyida cho'tki ishlayapti. Hop, ko'pchilik buni FPS ga qiziqadi, necha FPS. Ko'rishingiz mumkin. Extreme ko'rsatyapti. Balansga oladigan bo'lsak ham Extreme ekan. Namcha 60 mi, 90 mi bilmayapman. 60 bo'lsa kerak, katta ehtimol. Gradual kommentariyga yozib qo'yinglar. O, как раз mana. Bot. O. Qalay. Optim cho'tkimi? Xullas, mana shu telefonimiz yo'q, mana shu apparatimiz sotuvda $230 ga kimga qiziq bo'lsa, tezroq chiqib qo'yasizlar. Hech qanday nuqsonlari yo'q. Wi-Fi da ishlatiladi. O, yana bitta bot. Ular qol endi. Как раз. O'qim tugadi, endi nima qilamiz? Hozir men bundan olamiz bu narsani. Qo'lga olma, tashlash. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Hozir botlar jim turib botlar. Botlar jim turinglar. Hozir sizlar adabiylarni deb qo'yaman. Kelish endi. Kelish. Bu yoqqa ke Messi. Bu yoqqa ke Messi. Ash Messi bo'lmasligi yo'qda. Messi. Xullas, kelasini ham telefoniga jo'natib qo'ydim. Kimga qiziq bo'lsa aloqa qilib qo'yinglar. Bizning manzil Namangan shahri Nafas 84-do'kon. Agar siz boshqa holatdan turib xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol quyidagi nomerga aloqa qilishga yoki quyidagi nomerga ochilgan Telegram orqali biz bilan bog'lansangiz ham bo'laveradi. Sizga pochta orqali dastavka qilib yubora olamiz. Nima bo'lsa, narxi arziydi yoki yo'q, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizlarni do'konimizga kutib qolamiz. Yaqindagina eng arzon telefon kanalimizdagi, ya'ni Instagram kanalimizga $180 evaziga qo'yilgan Redmi'dan 13 Pro Plus 5G 512 GB bo'lgan telefonimizni hozirgina baraka qildik. Okeanozlarda A15 telefoni bor ekan, Samsung buni olib qolib, qolganiga pul berdilar. Bu telefonni $170 ga qilib berdik. Kanalimiz kuzatuvchisi bo'lganlari uchun, ya'ni eskidan o'zimiz klientimiz bo'lganligi uchun narxini tushirib berdik va o'zining telefonlarini yaxshi narxga olib qoldik. Aka bergan pulingizga rozi bo'ling, salomat bo'ling, yaxshilik xizmat qilsin. Mana shunaqa xizmat sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimizni kuzatib turinglar. Obunachizman deb bizni Namangan shahridagi Texnoparkdagi 84 do'konimizga kelib, shu haqida bizga aytsangiz, siz ham oladigan telefonlaringizni narxidan tushirib berib yoki qandaydir bonuslar qilib berish qo'limizdan keladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.